Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizga Marvel bizga tanishtirishi mumkin bo'lgan top 10 yosh qasoskorlarni aytaman. Balki ko'proqdir. Классный трюк. И у тебя ничего. Дядя П, прикинь? В паре кварталов отсюда раздают шоколадки. Мам, можно? Ну, здравствуй, Кариес. Kevin Feige yosh qasoskorlar MC'da paydo bo'lishini e'lon qildi. Ularning ba'zilarini WandaVision serialida bizga ko'rsatishdi. Qolganini kelasi film va seriallarda ko'rsatishadi. Demak, kino olamida yana bir super jamoa paydo bo'ldi. Komikslarda jamoani Vision yig'gan. Balki bu olamda ham shunday bo'lar. Faqat oq Vision. Katta ehtimol bilan u Wakandaga uchib ketdi. Demak, Shuri ilk yosh qasoskor va jamoaning miyasi bo'lishi mumkin. Jamoa ancha katta bo'lish ehtimoli yuqori. Chunki ular Kang bilan jang qilishlar kerak. U yosh qasoskorlarning ashaddiy dushmani. Keling, vaqtni cho'zib o'tirmaylikda videoni tezroq boshlasak. Qani, ketdik. Не могу стоять! Надо бежать! Вау! Класс. WandaVision serialini ko'rganlar bo'lsa, qizil jodugar egizak farzandli bo'lganini bilishadi. Egizaklar super kuch bilan tug'ilishdi. Wanda ularni Tommy va Billy deb atadi. Billy onasiga o'xshagan super kuchlarga ega. Unda telekinis va mental kuchlar bor. Komikslarda unda boshqacha kuchlar ham bor. U voqelikni o'zgartirishi mumkin. U jamoaning eng kuchlisi bo'lishi ham mumkin. Aytgancha, unda super reaksiya ham bor. Ukasiga esa reaksiya yanada kuchli. Xuddi tog'asi Smobdek u speedster. Uning tezligi quyosh nuri tezligidan 4 barobar ko'p. Ularni komikslarda Wiccan va tezlik deyshadi. Ular komikslarda yosh qasoskorlar a'zolari edilar. Спасибо, что выбрали меня своей мамой. Serial so'ngida egizaklar yo'q bo'ldi, ammo albatta ular qaytishadi. Ularning onasi ularni qaytarish uchun qo'lidan kelgan barchasini qiladi. Мама, на помощь! Мама, пожалуйста, спаси нас! Amerika. Chavez rasman Doctor Strange 2 filmida paydo bo'ladi. Agar xabarlarga ishonsak, u kulfatga tushib qolgan. U boshqa olamlarga portal ocha oladi. Demak, u butun olamlarni bosib olishni xohlagan yovuzlar uchun qo'l keladi. Masalan, Dormammu yoki Xtom. Chavez inson kuchidan ko'ra ko'proq kuchga ega. Bu atamani kelgusi videolarimizda insondan yuqori kuchga ega deb ketamiz. Shuningdek, u ucha oladi. Uning kapitanlik mahoratlari uni yosh qasoskorlar jamoasining kuchli a'zosiga aylantiradi. U Lotin amerikalik personaj. Bu Marvelga qo'l kelishi aniq. Xullas, ideal nomzod. Kate Bishop yoki esa Lochinko'z. U Lochinko'z serialda rasman paydo bo'ladi. Katta ehtimol bilan biz uni ham jamoamizda ko'ramiz. Ideal nomzod. Barton Kate Bishopni tayyorlashini kuzatish yoqimli bo'lardi. Komikslarda bu qiz xarakteri Amerika Chavezga juda ham o'xshash. Casey Lang, Scottning qizi. Biz uni kattaligini finalda ko'rdik. U otasining yo'lidan borish ehtimoli katta. Uning qobiliyatlari ham Scottniki bilan bir xil bo'ladi, agar biror nima qo'shishmasa. U komikslarda 80 metrgacha uzunlasha oladi. Chumoli hajmigacha kichirayishi mumkin. Uning otasidan farqi, u o'zini aybdor deb his qilsa kichirayadi, agar jahli chiqsa kattarashadi. Uni yosh qasoskorlar bo'lishiga yana bir sabab, Chumoli odam 3 filmida yosh qasoskorlarning ashaddiy dushmani Kang paydo bo'lishi aniq. Demak, biz uni jamoamizda kutamiz. 100% natija bilan u serialga ega bo'layotgan Kamolaxon yoki esa Miss Marvel.
U komedik personaj va u yoshligidan Kapitan Marvelning muxlisi bo'lgan. Shuning uchun o'zini Miss Marvel deb atadi. Brie Larson Kapitan Marvel 2 filmida Kamolani filmda ko'rishini xohlashini aytdi. Yettinchisiga Kid Loki'ni qo'ydik. U haqida ko'plab komikslarni o'qib chiqdim. Kid Loki haqiqiy Lokining yosh versiyasi. U yoshroq, kulgiliroq va yaxshiroq. U yovuz bo'lishdan qo'rqadi. U Loki haqidagi serialda paydo bo'lishi mumkin, chunki bu proyektda Lokining ko'p versiyalari paydo bo'lishi aniq. Tanishing, Kapitan Amerika almashtirilganidek, Temir odamning ham almashtirilgani Rivi Williams yoki Temir yurak. U haqidagi proyekt rasman ishga tushirilgan. U 15 yoshidayoq Tonyning kostyumini yaratgan. Jamoaning yana bir miyasi. Ideal zot. Зачем ты это делаешь? Меня запрограммировали на уничтожение Вижена. 9-nomzod Oq Vision. U yosh qasoskorlardan eng yoshi bo'lishi mumkin. U yaqindagina dunyoga keldi, lekin u gapirishni, uchishni va energiya nurlari bilan yo'qotishni biladi. U emotsiyalarga berilmagan va nozik tomoni kam. Shuning uchun u jamoaning lideri bo'lishi mumkin. U kuchli taktik va strategga o'xshadi va albatta u yuruvchi Wikipedia bo'la oladi. Bu ham ideal nomzod. So'nggi personajni tanlashga qiynaldik. Shuning uchun bu personajni siz tanlang. Shuri, Miles Moralesmi, balki Temir Mushtir, Patriot yoki Morgan Stark nima deysiz? Yoki o'zingizni variantingizni kommentariyada yozib qoldiring. Shuningdek, opisaniyada qoldirilgan Telegram kanalimizdagi so'rovnomadan keyingi video mavzusini tanlang. Xayr do'stlar, sizlar bilan Shahriyor Aliyev va Shahab Production bo'ldi.